Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima 2 soat kutib turasizda tavba qilmam. Ajdankada kutib turdimmi? Yo, просто Sal tezroq kelsangiz bo'lmaydimi? Turibsiz anaqangiz yoqib. Yo, просто naryoqda men sizga anaqa qildim, topa olmadim-da sizni. Men 2 soatdan beri kutib turibman mana yerda. Somkalarim bor, kech qolaman. Hamma taksi o'zi shunaqa olib ketganmi, nima? Yo, taksida emas, просто men sizga telefon qilib ham tusha olmadim-da. Hozir mashinaga qildim-da lekin. Qarang, mashina harorati yomon bo'lsa, lift ochib beraman. Oynani ochsangiz. Bo'ldi, shart emas. Oynani ochib oldimmi? Ya, bo'ldi, bo'lmasa lakasiz qo'yganmisiz? Yo'q, qo'yib berasiz. Yo'q, qarang navigatoringizga. Navigatoringizga. Nima bu muzika? Normalniy muzika qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ya, bo'ldi, qanaqa muzika qo'yib berasiz? Farqi yo'q, shu ham normalniy muzika qo'ying. Yo'q, jahlingiz chiqib turgan ekanda. Alamingiz menda ovozmi deyman-da, jahlingiz chiqib turgan payt. Somkalarimga kech qolaman-da, men Ya, просто mendan jahl olishingiz kerak emas-da. Men просто razorot qilmasdan burilib ham kutib turdim-da. Siz naryoqdagi mashinani olib turgan ekan. Xo'p, men somkani tezroq olib qo'ying-da. Tag'in xafa bo'lib o'tirmayman, men просто настроением yo'q edi. Suvda ham kutib o'tirman, somkalarimga kech qolaman. O'shaning uchun sal jahl qilardim. Yo'q, mayli, muammosi yo'q. Просто noto'g'ri lokatsiya qo'yilganga ham o'xshadi-da. Sal oldiroqga yurib o'rgan ekansiz-da. Shoshib ketdim-da, chonsini men уже kelolman, yo'lsiz o'shaning uchun asabda har balo gapirdim. Yo'q, bo'ldi, muammosi yo'q. Qanaqasiz o'zingiz, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Uzoqmas ekan-ku, yaqin ekan-ku. Yaqin. Qo'limda просто setkalar bor edi, tashlab chiqib oldim. Ha, bo'ldi, muammosi yo'q. Yo'q, bunaqa ko'plik kerak emas-da. Qo'yaverasiz. Yo'q, bunaqa to'g'risi ko'p tashlab yuboribsiz-da. Juda ham hayron bo'ldim. Biror marta $500 puliga Chorvoqqa bormaganman, Amirsoyga bormaganman. Bu qizimiz bo'lsa o'zlarining mashinalari ham bor ekan, просто haydashdan qo'rqar ekanlar. 5 million so'm pul tashlab berdi, o'zim xijolat bo'lib ketib qoldim. Sraza sinlarni Yunusoboddan oldik, Chorvoqqa qarab keldik. Agar xohlasanglar ikkinchi qismini qo'yib beraman, bitta ko'rib qo'yasizlar. Danilu, hozir taksiga o'tirdim, hozir boryapman. Bo'ldi, hozir 15 minutda boraman, tayyor bo'lib tur. Fero keldimi? Все, bo'ldi. Aha, hozir boraman, bo'pti. Sen tayyor bo'lib tur, prям tayyor mashina kiyinaman, bo'yanamiz chiqib ketamiz. Yo'q, bo'pti, davay, tayyor tur. Kelib qoldim. Qarashchi, o'rtog'im 20 minut oldin taksiga o'tirdim, aldayam. Hop. Hozir o'tirdim taksiga. O'rtog'im keldingmi dedi. Yo'q, yaqin qoldik-ku. Charchamayapsizmi o'zingiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Qayerga shoshayapsiz bunaqa? Hozir syomkadan chiqdim, endi uyga, keyin to'yga. Ha, siz blogermisiz? Da, bilmaysizmi? Vaqt turibdi killatdimda, qo'l ko'tarmas ekansizda. Qanchaga tashlab qo'yasiz? Beravering, 200 ming berasizmi? Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Sentrga. Tashlab qo'yaymi? Taksimi? Taksi, ha? Qanchaga tashlab qo'yasiz? Beravering, 200 ming berasizmi? Ha, bo'ldi, 30 ming tashlab qo'yaman, chiqavering. Bo'ladimi? Rozimisiz? Ha, bo'ladi. Bunaqa sovuqlarda yubqa kiyinib, qayerga ketyapsiz endi? Sentrgami? Sentrga ishim bor edi. Yaxshi, charchamayapsizmi o'zingiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Bunaqa mashina taksiga haydasizmi? Ha, albatta. Taksi qilib turaman. Bor ekan, Farg'onada ham endi bunaqa. Albatta, Farg'onada kam-a? Ha, kam. O'zi mana shu taksi kutib o'tiribsiz-a? Ha, taksi kutib turdim. Ha, yaxshi. Mana shunaqa qaradim. Vaqt turibdi killatdimda, qo'l ko'tarmas ekansizda. Qo'l ko'tarmasdan chaqiraman. Aka, iltimos, aka siz ketavering, jon aka, problema kerak emas bizga. Chush, gapimga destova qilaman, chush. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli, xo'p. Opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz, ahvollaringiz yaxshimi? O'sha $60 ming berganingizdan keyin olib borib berdim. Lekin hech qanaqa gap so'zsiz olib qoldi-yu. Qilalmasdan gap so'z. Yo'q, bo'ldi, Turmushim ketyapti. Charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ha, Siz har Toshkentda ishlayapman. Siz Farg'onaga kelib oldingmi? Ha, sraz keldim, endi ikkita yoqdim-da. Sraz kelaman, endi ikkita yoqdim. Bansida yotuvdim. Aha. Mashina minatman, oldi rasman-ku. Ha, umuman minganingiz yo'qmi? Hadiganingiz yo'qmi? Dalba yo'qmi? Kim o'zingdan cholibgan, ha? Mayli. To'xtayishga to'xtasiz. Aka, uzr, lekin ko'rmay qoldim, aka. Uzr, ko'rmay qoldim. To'xta, bir chekkaga ol. Yo'q, taq qo'ying, mayli, taq qo'ying. Bir chekkaga ol. Bo'ldi, taq qo'ying, bo'ldi. Ol bir chekkaga. Yo'q, bo'ldi, просто. Ayni avratiga belab qo'yaman, ol bir chekkaga.
Bo'ldi, qo'yavering, bo'ldi. Bo'ldi, ketavering, bo'ldi, ketavering. To'xtang, axir nima u? Shahar bedorozami to'xtang. Tep qo'yavering. Xarib qilyaptimi? To'xtang. Yo'q, mayli, tep qo'yavering. Siz to'xtang, axir shu to'xtang. Tep qo'ying, bo'ldi. Xullas, ovqat oldim-da, qornim ochib ketib qoldi. Sizni hozir tashlab qo'yaman-ku. O'shandan keyin borib ovqatlanaman. Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? U anaqa yoladim-da. O'zim yoladim-da. Mayli, birga yeb ketaveramiz, maylimi sizlarimiz. To'xta! Voy, anaqa o'zim yoladim-da buni. Faqat noto'g'ri tushundingiz-da. Anaqami? Siz taksi chaqirganmisiz yo bonus ovqatlangani? Men o'zim xusholatib ketolmadim, shuning uchun. Mayli, bitta kirasiz. Gulni qaranglar chiroyliligini. Farg'onada shuna mard odamlar bor-da, qaranglar. Shu pulni berdilar-da, 100 ming, 120 ming so'm sanamasdan berdilar. Aka, shu gulni olib borib bersangiz bo'ldi. Yaxshi qizim, yaxshi ko'rgan qizim dedilar. Gulni qaranglar, qana chiroyli. Mayli dedim, xo'p bo'ladi dedim, men olib ketolman sekin. Gap yo'q lekin. Bay. Allo, kecha bunaqa gullar berib o'tirmang, xo'pmi? Bunaqa arzon gullaringizni qaytarib jo'natib yuboryapman, o'lasiz. Bo'pti. Olmaysizmi hozir shunda? Yo'q, o'sha bergan odamga qaytarib berib kela qoling. Xo'p.